Yurtdoshlar Texnolux'da zo'r aksiyani qo'yib beraman. 12lik konditsionerlarni chisom olib yurtdilar. 6,5-7 million to'lab olib yurtdilar. Bizada bahoni sindiramiz. 4,5 million so'mga tushiraman narxini. 4,5 million so'm. 12lik konditsioner 4,5 million so'mdan boshlaydi. 5,5 million so'mdan nuqta qo'yaman. Har xil modellarimiz bor. Zifler, Semtech, Milliy brend, Immer, Rolls, Polni hamma modellarimiz istalgan brendini kelib oladi. Zimoleta DC motor bo'ladi. 4,5 dan 5,5 nuqta qo'yamiz. Yozdam, qishdan xizmat etadi. Yozdam, qishdan 10 yil garantiyasi bor. Pechat bosib beramiz, dokumentalniy bo'ladi. Ustanovka, appar qurib berish hammasi ichida bo'ladi. Bahoni sindirdik. Oddiy 4,5 million bir dana konditsioner oladi, yanında nolani qo'shib berasiz Sultonboy. Yanında bonusini endi og'abe eng qiziq yerine qarayna. Mant qozoni, kombayni, qozon, termopod, chopper, choynik, fen, tapasi polni. Hammasini qo'shib berasizmi? Mana bo'yimga qara og'abegina, bo'yim yetmaydi, kutarsam ham yetmaydi ina qo'lim. Hisob. Plus Damasa bileti. Damas uchun biletini ham beramiz. Damasa basınlar, xalqimiz uchun bu. Xudo xolasa yurtdoshlar mustaqilligimizni 34 yilligina bag'ishlab bir dana Damas minasizlar xudo xolasa. Nasib etsa, kimning nasib etsinda bo'lsa, gelsin, olsin. 4,5 milliona konditsionerini olsin, bonusini olsin. Damasına mutu basa. Yurtdoshlar 4,5 milliondan 5,5 milliongacha 12lik konditsionerlar. 5 million 600 dan baho yo'q. Yo'q. 5,5 tochka. Endi 18liklar nechik bo'ladi og'a? 18liklari 5,5 dan ochamiz, 6,5 dan yapamiz. Tochka. Tochka. 5,5 milliondan 6,5 milliongacha. Yanında shuncha podarkini qo'shib berasizmi? Shuncha podarki 18lik ham ketadi. Bir dana konditsioner olasizlar yurtdoshlar, yanında bir dana mont qozon, misa rubkasi, qozoni, termopoti, chopper, xushtakchaligi, feni, bir dana tapasi. Damas uchun biletini, dastavkasi, ustanovkasi hammasi mutlaqo tekin bo'ladi. Besplatniy bo'ladi. Besplatniy bo'ladi. Firmaning farqi yo'q. Xohlagan firmasini olsinlar. Yurtdoshlar Texnolux do'konimizda aksiyani zo'rini xolodilniklarga qo'yib berdik. Bonusini ko'ringlar. Mant qozoni, kukmara qozoni, so'kijmolikisi polni ustini tapasini ocham. Meni bo'yimdan ham baland. Shuncha podarka tekin bo'ladimi? Bir dana xolodilnikka tekin bo'ladi. Ustanovka dastavkasi bo'ladi. Plus damasini biletini ham beramiz. Sultonboy hozir bir dana xolodilnik oladilar. Yanında mant qozoni, so'kijmolikisi, termopoti, chopperi, xushtak choyniki, feni, tapasi, Damas uchun bileti, dastavkasi, ustanovkasi, seni kanalingga aytib kelgani uchun Ag'abek Addinni podarkasi. Yana bir pilisos qo'yib Pilisos qo'shib beraman. Pilisosning o'zini boqasan 1,5 million so'm, kami 1 million 200 sotilgan sen uchun. Og'a oddiy bir 5,5 million ish xolodilnikni olsalar, yanında shuncha bonusini beraman. Seni kanalingni ko'rib kelgani uchun Addinni bu qo'shimcha bonus. Obunachilaring uchun. Yurtdoshlar bunaqasi hali bo'lmagan. 1 yillikni hisoblasan 360 bo'lgandan bir kunda hech narsa pul ishlamaydi. Xalqimiz o'zi hisob kitob etib ko'radi. Maksimal 1000 so'mdan hisoblayapman, 250 ming so'm. Yilina bo'ladi. Hisob. O hech narsa pul bo'lmay qoladi u. Mendingdan hisoblab o'tirsang, u 24 soat ishlagani hisoblanadi. To'qni shu darajada tejab beradi, to'g'rimi? Tejab beradi, yana rasxoti kam, past to'qda ishlab beradi. A+ kategoriya bo'lgandan keyin. Narxi 5,5 million so'mlik xolodilnik 3,5 million so'm qo'yib beramiz. Nima deysiz? 3,5 million so'mga qo'yib beramiz xolodilnik. 3,5 millionga vallarni berib berasizmi? Shuninglar berib beramiz. Hazilamiz. Hazilamiz, chin. Buni 6 million 6,5 sotib o'tiribdilar bozorda. Biz 3,5 dan qo'yamiz, yarımdan. Keltirgan Qurban hayitini hisobini biza o'zlarimizdan do'konimizdan kommentariy show qo'yatimiz. Kommentariy show birinchi o'rinda like bosganlar, yaxshi kommentariy yozganlar, ko'p like yig'ganlar birinchi o'rinda chopper, ikkinchi o'rinda sistok chaynik, uchinchi o'rinda tapa, to'rtinchi o'rinda fen. Kommentariya show uchun podarkalar yurtdoshlar. Shu videoga like bosib, kommentariy yozib, kommentariyada yurtdoshlarimizni Qurbon hayiti bilan tabriklaganlar uchun shunchalik podarkalar kommentariya show g'oliblarini. Görsünler, like bassinlar, kommentariy ko'p-ko'p yozsinlar, chiroyli shu podarkani olsinlar. Qanchalik ko'p like bosib, qanchalik ko'p kommentariy yozsanglar, shu joy podarkani yutib olish imkoniyati shu darajada ko'p bo'ladi. Start get xudo xolasa. Brendimiz keldi. Artel kompaniyasidan 10 yil kafolati bor. Inverter motor bor, no frost. Eng zo'r xolodilniklardan biri yurtdoshlar, inverter motor. Milliy mahsulotimiz. Milliy mahsulotimiz. Senalar ham hozir dim zo'r narxda turibdi. 7,5-8 milliondan sotilgan 5,5 million so'mga tushirib beraman xalqimiz uchun. 5,5 million. 5,5 million so'mga katta xolodilnikni. Artelni 5,5 million so'mga tushirib beraman. Hisob. Gap yo'q lekin. Ag'abekning kanalidan ko'rib keldim desa bo'ldi. Narxi 7,5 dan 5,5 ga tushadi. 5,5 million Artel olib turibsizlar yurtdoshlar. Inverter motor 10 yil motorning garantiyasi bu yurtdoshlar A+ kategoriyada yurtdoshlar qaranglarning ishlarini chiqib bo'ladi.
Yurtdoshlar, opa-singillarimiz eng zo'r aksiyani pol avtomatlarga qo'yib beramiz. Keladi, bir dana pol avtomat olsinlar, xaritasizlar. Yonida bonusini bir dana pushka apparati, blenderi, sistok chayniki, tefali, shisha chayniki, bir dana feni mutlaqo tekin bo'ladi. Yonida tekin bo'ladi. Mutlaqo tekin bo'ladi. Qo'shimcha bonusini Damas uchun biletini ham beraman. Damas uchun ham bileti bor. Damasini ham utib olsinlar opa-singillarimiz. Hisob, bir dana pol avtomat olasizlar yurtdoshlar, shuncha podarka seva tekin bo'ladi. Katushka apparati, bir dana blenderi, bir dana xushtak chayniki, tefali chayniki, feni, Damas uchun bileti, dastavkisi ham bor ichida. Mutlaqo tekin bo'ladi. Endi Sultonboya ko'p vaqt bo'ldi videoga chiqmadik. Shu plisoslar ham bir aksiyani zo'rni qo'yib bergan. Endi plisoslar aksiya qo'yib bo'lmaydi, katta plisos. Katta aksiya qo'yib bo'lmaydi-ku. Og'a, chiqmanimizdan chelli kun bo'ldi. Qachon chiqadilar? Shtrafnoy bo'lsin, qo'yib bering, aksiyani zo'rini qo'yib bering. Lekin boshqa do'konlarda takrorlanmagan bo'lsin. Noodatiy bo'lsin. Eng zo'rini qo'yib beraman. Nerealniy bo'lsin. Nerealniy bo'lsa, xohlagan bir plisos xaridasizlar bizdan xalqimiz. Necha so'mdan boshlanadi? Pulni ayting. Puli 600 ming so'mdan 2 million so'mga 1,5 ta tochka qo'yamiz buni. 1,5 ming qimmati bo'lmaydi. Yo'q, 600 ochadi, 1,5 tochka. Tamom, bo'ldi. Podarkisini kelsak, bonusini bir dana sushilkasini beraman, bir dana gladin doskasini beraman plisosimiz uchun. Bu endi opa-singillarimiz ko'pincha olib ishatadi, shuning uchun. Podarka qo'shib berasizmi? Yo'q, uchinchisidan ham beraman. Seni 3 shtrafni o'ydeganing uchun bir dana duxovkasini ham qo'shib beraman. Duxovka besh qo'shib berasizmi? Plisosa siz gaz plita emas. Yo'q, plisosa qo'shib beramiz. Plus bunga podarkisini Damas uchun biletini ham beraman. Oddiy bir 600 ming so'm bir dana plisos olsalar, noodatiy bo'lsa, so'm turadi, ag'a. 1 million so'm turadi eng kami. Undan tashqari sushilka, gladinni doska qo'yib beribsiz, ag'a. Bu kattasi brend. Yurtdoshda sushilka qaranglar 2 etajli o'zim Sultonami o'zini brendi. Yurtdo'g'an bo'lsa. Shaxsiy brend. Hisob. Undan tashqari Damas uchun biletini ham beraman. Endi shtrafnoy deding-ku, shtrafnoy bo'lsa, endi o'xshasin deyman-da. Aksiyaga. Hisob. Ag'a, lekin bu aksiyada foyda umuman yo'q, ag'a. Ziyon bu. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'lom Xudo xohlasa bugungi videomizda sizlarga 4 kuldagi maishiy texnika narxlarini qo'ldan kelgancha bilib berish uchun 4 kul bozorindagi Texnolux maishiy texnikalar do'koniga yetib keldik. Xudo xohlasa bugungi videomiz ko'pgina bitavaya texnika olamondan yurtdoshlarim uchun foydali hamda manfaatli video bo'ladi. Videolarimizga ko'proq likelar bilan qo'llab-quvvatlab boraverasiz, siz uchun xizmatdamiz. Videolarimizni adreslarimizni to'liq tanish bilan boshlaymiz. Hammaga yaxshi kayfiyat videolarimizni boshladik do'stlar. Qadrli yurtdoshlar, adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4kul shahri 4kul bozorida joylashgan Texnolux maishiy texnikalar do'koni adresini to'liq e'tiborlaringizga havola qilamiz. 4kul bozorini Kunchi qish darvozasidan to'g'ri chiqasizlar yurtdoshlar. Bu yoq tarafda G'ayrat Fitchi bor yurtdoshlar. G'ayrat Fitchidan o'tgandan keyin O'zbekiston Milliy bankiga yurtdoshlar. O'zbekiston Milliy bankining yonida Texnolux maishiy texnikalar do'koni yurtdoshlar. Bu yoq tarafdan ham sizlarga qanday kelishni ko'rsatib o'tamiz yurtdoshlar. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Qadrli yurtdoshlar, bu yoq tarafimiz Ullubog' do'stlar. Ullubog' tarafdan kelasizlar, ya'ni Ullubog' din tarafdan. Bu yoq tarafdan kelish Urganch, Ellikqal'a, Beruniy Urganch tarafdan kelaverishda yurtdoshlar 4kul jome masjidi sizni qarshi oladi. Mulla Jumoy jome masjididan o'tgandan keyin birinchi svetofor Mayakovskaya ko'cha svetofor, ikkinchi svetofor bo'lsa Ullubog' svetofor bo'ladi. Ullubog' povortdan chap tarafga burilasizlar yurtdoshlar. 200-300 metr yurgandan keyin chap qo'lingizda 4kul bozorini Kunchi qish darvozasi ko'rinib turibdi. Plakatlarda Texnolux deb yozib qo'yadi. 4kul shahrida yagona bo'lgan Kapital bank ham shunda joylashgan, Kapital bank. Bu yerdan kelsanglar Ullubog'ning ich tarafdan kelasizlar, bu yerdan kelsanglar To'proqqala, Hazaras, Miskin, Sarimoy tarafdan kelaverishda 4kul televizkasi bor. Televizka ko'rinib turibdi. Televizkadan o'tib kelasizlar Ullubog' portidan o'ngga. To'g'ri kelaverasizlar yurtdoshlar, ekranlardan telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Texnolux maishiy texnikalar do'koni 4kul bozorini Kunchi qish darvozasidan chiqib kelaverishda o'ng qo'lingizda joylashgan bo'ladi. Xo'p, yurtdoshlar, Texnolux maishiy texnikalar do'koni 4kul bozorini Kunchi qish darvozasidan to'g'ri chiqib kelaverasizlar. Katta do'konga ko'rib turganlaringizdek bemalol ekranlardan telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Ushbu nomerlarga telefon qilib, adres so'rab, ma'lumot so'rab bersanglar bo'ladi. Videolarimizni boshladik. Hammaga yaxshi kayfiyat xudo xohlasa kiramiz. Texnoluxdagi yangiliklar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bismillah, kiramiz yurtdoshlar.
Bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ramana assalomu alaykum. Bormisiz, salomatmisiz? Xudo xolasa bugun Texnolux mayish texnikalar do'konuna keldik. Assalomu alaykum Sultonboy. Salomatmisiz, charchamasdan? Ishlaringiz oydimi? Ko'p vaqt bo'ldi, bizning kanalda hali chiqarmadik Texnoluxni. Ko'pgina yurtdoshlarimiz so'rab turibdi. Qachon borasiz Texnoluxga? Va nihoyat Texnoluxga yetib keldik. Qanday yangiliklar bor Bitavaya olamida deb. Shundaki bo'lgan mana. Avvalambor assalomu alaykum, yurtdoshlar bilan görüşüp salomlashib oling. Kelayotgan bayram sizlarga muborak bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, bizning podpisчикларimiz, Ag'abekning podpisчиклari hammangizga salom. Hammangiz salomat yuribsizlarmi? Ayrim sabablarga ko'ra reklama chiqmadi, ko'p vaqt bo'ldi. Shu odamlar ham aytdi, "Ina Xudo yetirdi, reklama beryatirmiz. Xudo xolasa zo'r bomba aksiyalar bo'ladi, bomba ne bo'ladi, reklama." Albatta. Ama foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Xudo nasib etsa, ina bolamiz Sultonboy hammasini aytib beradi. Sultonom bilan birgalikda tanishtiramiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa ina Sultonboy mikrofonni beramiz. Yaqina rul Sultonboyda. Isob. Basinglar. Xudo xolasa ko'p kuzatib borasiz yurtdoshlar. Texnoluxda yangiliklar juda ham ko'p. Assalomu alaykum og'a. Assalomu alaykum. Hammangizni girib kelayotirgan Xudo xolasa hayit ayyomi tez bo'ladi. Hammani tabriklaymiz. Shuni munosabati bilan eng zo'r aksiyani qo'yib beramiz. Hali bo'lmagan. Endi iloji boricha yana senalari tushirdik. Baholarini, narxlarini ham tushirdik. Narxini ustuna pul qo'shilmagan holda aksiyada podarkalardan qo'shib beramiz. Yaxshi zo'r narsalari xalqimiz uchun beramiz, tavsiya etamiz. Endi Xudo xohlasa navdan boshlaymiz. Albatta, hozir kun issi. Bugunning o'zidan menimcha 40 gradus bochka. 40 gradus. Albatta. 40 gradus konditsionerdan boshlasak. Shu konditsionerdan boshlaymiz. Endi konditsionerlarimiz ham har xil modellarimiz kelib turibdi. Zifler bor, Monix, Aukman, Rolls, Semtich, milliy brend, Immer, Rolls'un 12'liklari, 18'liklari har xil modellarimiz bor. Eng glavniy aytadigan narsam qishdan ishlaydi. Yozdan ishlaydi, zima leta bo'ladi, inverter motor ham DC inverter. DC inverter bo'ladi. To'qini ham ko'rsatamiz, Ag'abek. Past tokda ishlaydi, 135 volt, 135 volt, 32 freon. Расход kam bo'ladi. Tok taraflama hozir limit qo'yib turibdi ko'p nalarda. Расход kam bo'ladi, effekt zo'r beradi konditsionerlarimiz. Narxlarına kelsak, narxlari 6,5-7 million, 8 milliongacha sotilgan 12lik konditsionerlar o'zing ham bilasan. Reklama ishlab yursan. Narxini 4,5 dan 5,5gacha aytib qo'yamiz. 4,5 milliondan 5,5 milliongacha 12lik konditsionerlar. Konditsioner zima leta ichida teni bor, eng zo'rini qo'yib beraman. Ya prostoy inverter motorni o'zi emas, DC inverter bo'ladi. Motor ham moshniy, zo'r ishlangan, eng zo'ri. 4,5 milliondan senani qo'yamizdan 5,5 milliongacha maksimalniy bo'ladi. Nima uchun 4,5 dan boshlaydi? Yana shuning uchun chiqarib qo'yibman. 4,5 millionlik motor 5,5likdan sal kichikroq bo'ladi, ya'ni pastdagi. O'zi farqi bor, o'zi farq etadi shuni qaragan vaqtda. Buni kvadrati masalan 30 kvadrata bo'lsa, bu 60 kvadrata mo'ljallangan bo'ladi. Ina. Gap yo'q. Shunga qarab e'tibor etib, masalan, joyi kattaroq bo'lsa, kattaroqni oladi, kichikroq bo'lsa, kichikroqni oladi. Bu yoqdan tashqaridan ham konditsionerlar assortiment keng. Ina konditsionerda yurtdoshlar. Har xil modellarimiz bor, kelib olaveradilar. 18lik deymi, 12lik deymi, 18lik hammasidan bor. Keladilar. Bir konditsioner oladi. Narxi tushgan-ku 4,5 million so'm. Avval eng zo'rlari masalan 4,5 million so'm, bunga hech kim podarka qo'shib bermaydi. Biz Texnoluxda beramiz. Yonida podarkasi bormi? Podarkasi bilan beramiz. Bunga qaraganda hisoblab qaraganda 4,5 millionga podarkasi bilan bergandan keyin Ariana уже jek bo'lib ketadi. Hisob. Shuni podarkasini ham doshtirib o'tdik endi Og'abek. Bir dana konditsioner olasizlar. Bir konditsioner sotib oladi. Bir konditsioneri montqozon alyuminiy bo'ladi, 4 kasnaqli, чистый alyumin. Elektromisrovka eng zo'ri, ikki shesinosi damirli bo'ladi. So'ng kukmora qozonni kattasi alyuminiy bo'ladi. Чистый originali alyumin bo'ladi. Kattasi yana alyumin keramikali bo'ladi. Termopoti, chopperi, svistokchaniki, feni, tapasi hammasi shu bir konditsionerga qo'shib beriladi shuni. Shuni hammasini bir dana konditsionerga qo'shib berasizmi? Hammasini bir konditsionerga qo'shib beramiz. Plus dostavka, ustanovka konditsionerimizning krashchini hammasi shuni ichida giradi. Eng glavniy narsa Damas. Bir Damas ham utib olish imkoniyati bor. Damas uchun bilet ham beramiz. Damas uchun bilet beramiz. Eng kattasi Damas bo'ladi. Damasdan tashqari gaz, xolodilnik, kirmashin
Boshqa sovg'alarimiz ham bor. Hisob. Yurtdoshlar xudo xolasa Damas'ni g'olibini xudo xolasa mustaqilligimizni 34 yilligina bag'ishlab, xudo xolasa egasini aniqlaymiz, topshiramiz yurtdoshlar. Hammaga nasib etsin deymiz. Xudo xohlasa, gelsin, bir konditsionerini olsin, podarkisini olsin, ustanovka etib beramiz. Aryani bizning xizmatimizda bo'ladi, olib boramiz, ustanovka dastak hammasi ichida bo'ladi. Damas'a biletini ham beramiz. Nasib etsa Damas o'tib olsin. Gap yo'q. Quvonamiz. Ajoyib yangilik yurtdoshlar. Ham bahosini arzon aytdik. 4,5 milliondan boshlanadi, 5,5 milliongacha konditsionerlarni olasizlar. 12lik bo'lgan yurtdoshlar. Yanında shunchalik podarki besplatniy mant qozon, misavubka, qozoni, termopodi, chopperi, bir dana Xushtak choyniki, feni, tapasi, Damas uchun bileti, dastavkasi, ustanovkasi, garantiyasi hammasi mutlaqo yanında tekin bo'ladi. Garantiyasini kelsa, garantiyasi 3 yil garantiyasi bo'lsa, servisning motorning o'zini 10 yil garantiyasini yozib beramiz. Motorini 10 yil. 10 yil garantiyasini yozib beramiz xalqimiz uchun. Gap yo'q. Bu taraflama muammo bo'lmaydi, pechat vosita hammasi dokumentalniy bo'ladi. Keladi, 12lik olamiz, 18lik olamiz. Shu modellarimizni 18liklar ham bor. 18lik narxi 5,5 milliondan 6,5 million adin. Yine. 4,5dan 5,5 12 bo'lsa, 5,5dan 6,5 18 bo'ladi, to'xtaydi, bo'ldi narxi. Eng arzon baholada. Eng arzon narxda qo'yib beramiz, shuni aytib, xalqimiz uchun. Faqatgina. Faqat. Texnolux magazinda. Podarkilari bilan beramiz. Xudo xohlasa keladi. Endi buni uyinda bori bo'lsa, almashtirib olish imkoniyati bor. Albatta. Uyinda masalan bu narsa bo'lsa, o'rniga boshqa narsa olsin. O'rniga televizor olsam bo'ladi, to'g'rimi? Farq yo'q. Masalan, shu hammasini uyimda bor desa, televizor olsin, gaz plita olsin. Bu xalqimiz xohishi. Gap yo'q. Ajoyib takliflar xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Endi navbat xolodilniklar. Xudo xolasa, xolodilnik endi xolodilnikimiz ham sezon. Albatta. Xolodilnik shu kichkinasidan boshlaymizmi? Albatta. Kichkinalar ham hozir kichkina bo'lgandim, kichkina emas, endi meni bo'yimdan salgina kichkina bo'ladi. Уже нормальный xolodilnik, morozinnik, отдельный xolodilnik pasta bo'ladi. Buni ham har xil modellarimiz bor, Zifler bor, Elita bor, Immer bor. So'ng boshqa brendlarimiz ham bor. Buni narxi 3,5 million so'mdan sotib o'tirdik Og'abek o'zini. O'zini 2 million 900 ming so'mga tushiraman. 2 million 900 2 million 900 ga tushiraman. Plyusini 1,5 millionlik podarkisini pilisos. Yanında. Besplatniy. Besplatniy, shundaylar. Xolodilnik olib turibdi, bir dana pilisos yanında tekin bo'ladi. O'sha 1 million 400 ming so'mga tushgan bo'ladi xolodilnik xalqimiz uchun. Gap yo'q lekin, juda ham zo'r. Endi bu kichkina xolodilniklarimiz, katta xolodilniklarimiz o'tsak, sovg'asam katta edi. Ina. Katta xolodilniklarimiz endi bu orqasida qolib ketibdi. Zifler 409 litrlik, Hisense kompaniyaniki, hammasi mirovoy chet ellik brendi bular. Avval o'zimizda ishlab chiqarilmaydi, chetniki. Endi o'zimiz ekan bu, aslan ko'rsamiz hozir ham vozdушный bo'ladi, no frost, inverter motor, rasxodlari kam, A+ bo'ladi. O'zing ham bilasan uni, hozir ko'p tushirib yursan-ku, hamma yerda. Hisense ham mirovoyna, Yevropa standartlaridan moslab ishlangan. Yevropa standartlaridan полностью javob beradi. Javob beradi. Buni ichidan bir ko'rsatib berik, Og'abek. Ina yurtdoshlar. Ishlari двойной konteyner bo'ladi, metal cooling orqasi. Metal cooling sistemasi bilan jihozlangan yurtdoshlar. Motor taraflama muammo bo'lmaydi. 10 yil garantiyasi bor bular ham. Inverter motor. Qaysi morozinlik bo'ladi? 3 polkali morozinlik bo'ladi. Yana bir narsani bir ko'rsatib Og'abek, no frost bilan defrostning farqini ko'p odam haligacha bilmaydi ekan. Shoda bir suratda qisqacha ko'rsatilgan, bu defrostniki. Avval qo'yilgan produktning ichki bo'ladi. O'zini sifatini yo'qotadi. Muzlagandan keyin. No frostda tabiiy turadi narsa, o'zgarmaydi. Polizdan, bog'dan qanday yog'an bo'lsa, shunday bo'ladi. Masalan, hozir yoz oyida qo'ysin, bahorda qishda yesin olib. Albatta. Tabiiy turadi narsa. Buni narxina kelsak, narxlari masalan Hisense kompaniyaniki 7,5 million so'mdan sotilgan bo'lsa, hozirgi kunda 1 million skidka aytganman o'zimdan, 6,5 millionga tushgan. 6,5 milliona buni o'zim emas, yanında qo'shimcha do'kon Texnoluxdan podarkisam bor. Podarkalar ham bor. Sovg'asam bor, sovg'asi mant qozoni, keramik qozon, mant qozon, keramik qozoni, so'kujimok, hozir sezon, so'kujimokning sezoni kelyapti. Endi har xil meva, sabzavotlar chiqib turibdi-ku. Albatta. So'k ishadi, termopod, chopper, choynik, fen, tapasi polniy beriladi shu xolodilnikka. Hammasini qo'shib beraman. Hammasini qo'shib beraman. Yana 1 million skidga tushgan-ku narximdan. 7,5 bo'lsa 6,5 bo'ldi. Plus bonusini, podarkisini bundan beraman. Damas'a biletini ham yozib beraman. Dastavkasi ham bor. Dastavki O'zbekiston bo'yicha hozir Qoraqalpoq bilan Xorazm 4 yil polniy ta'minlab bilamiz dastavkasini. Yurtdoshlar bir dana xolodilnikka shunchalik imtiyozlar bor. Bor. Narx ham tushgan.
narxına e'tibor etinglar, bu 7,5-8 million emas, 6,5 million so'm narxi. 6,5 milliona yurtdoshlar bo'yi katta, bir dana xolodilnik olib turibsizlar yurtdoshlar. Meni bo'yimdan ham baland. Hisob. Yanında shunchalik podarkisi mutlaqo tekin bo'ladi, damoz uchun ham bileti bo'ladi. Dastavka, ustanovka yurtdoshdan mutlaqo tekin bo'ladi. Xudo xolasa, endi kelaver, qara, shunday brend ko'p-ku. Immer brendimiz bor, har xil baholarda. Ziflerni eni 90liklari bor, kattalari. Katta. Nofrost. Bular ham narxlari 9 million so'm, 9,5 million so'm sotilgan. Hozirgi kunda 7,5 million so'mga tushirganman. 7,5 million? 7,5 million so'mga tushirganman bularni, katta xolodilniklarni. Gap yo'q. 10 milliondan ham sotib o'tirgan yerlar bor ekan, eshitib o'tiribmiz. Gaslar Texnoluxda 7,5 milliondan sovg'asi bilan olib ketsizlar. Podarkasi bilan? Podarkasi bilan olib ketsizlar. 7,5 million to'laydi, shunchalik podarkasi bilan olib ketasizlar. Yurtdoshlar qaranglar, sizga shunday ajoyib imkoniyat. Gap yo'q. Modellarimiz ko'p. Zifler bor 5,5 million so'mdan, TCL bor 6,5lik, 7lik, har xil modellarimiz. Ina milliy brendimiz keldi. Artel kompaniyasidan 10 yil kafolati bor. Inverter motor bor, Nofrost. Eng zo'r xolodilniklardan biri yurtdoshlar, inverter motor. Milliy mahsulotimiz. Milliy mahsulotimiz. Senalar ham hozir dim zo'r narxda turibdi. 7,5-8 milliondan sotilgan 5,5 million so'mga tushirib beraman xalqimiz uchun. 5,5 million. 5,5 million so'mga katta xolodilnikni. Ini. Artelni 5,5 million so'mga tushirib beraman. Hisob. Gap yo'q lekin. Ag'abekning kanalidan ko'rib keldim desa bo'ldi. Narxi 7,5 dan 5,5 ga tushadi. 5,5 million Artel olib turibsizlar yurtdoshlar. Inverter motor 10 yil motorning garantiyasi bor yurtdoshlar. A+ kategoriyada yurtdoshlar. Qaranglarning ishlarini chiqib bo'ladi. Juda ham zo'r, juda ham katta bo'ladi yurtdoshlar. Pasi magazinlik bo'ladi. Yine xolodilnik bo'ladi. Gap yo'q. Juda ham zo'r. So'ng shunday yesak, bu yoqda Ayva xolodilnikimiz bor, 10 yil garantiyasi bor, inverter motor, Ziflerni defrost varianti bor, 4,5 million so'mdan narxi arzonlashtirilgan, bo'yi baland bo'ladi, lekin defrost, nofrost emas, 4,5 million so'm. Artelni inverter motorlilari bor, marazinga yuqorida ishlangan, katta bo'ladi, ham cho'nqir, ham enli bo'ladi. Bular narxlari ham 6,5-6,8 sotilgan, 5 million so'm aytib beraman. 5 million so'm. Sani kanalga aytib kelsalar bo'ldi, adingga aytib kelsalar 5 million so'mdan beraman katta xolodilnik. Gap yo'q lekin. Bu inverter motor 10 yil garantiyasi bor. Keyin shuni arzonroq variantlari ham bor. Bu yoqda 3,5 million, 4 millionlik xolodilniklarimiz ham bor. Albatta. Marazinki balandda arga aytgan xolodilnikimdan katta bo'ladi. Ko'rib, o'zi xohlab klientlarimiz kelib olaveradi. So'ng birida bir xolodilnik qolib ketdi, Volna xolodilnik, shu oddiy bir skidga o'zina beradi. Volna rossiyskiy xolodilnikimiz bor. Maraziniki pasanda, endi buni ko'p yerlarda eshitib yuribmiz, 5,5 milliondan olib yuribdi ekanlar. Maraziniki pastda 3 xonali bo'ladi. Avon. Usti polniy xolodilnik. Arkasi rishotki setkili bo'ladi. Buni narxini 5,5 million sotib o'tiribdi ekanlar. Buni 3,5 million so'm atib qo'yib beraman. 3,5 million so'm? 3,5 million so'm atib qo'yib beraman. Volna rossiyskiy xolodilnikimizda A+ kategoriya bo'ladi. Yevropa standartlaridan javob beradi. 252 kilovat 1 yillik rasxoti. 1 yilliki? 1 yilliki. 1 yillikni hisoblasang 360 bo'lgandan bir kunda hech narsa pul ishlamaydi. Xalqimiz o'zi hisob kitob aytib ko'radi. Maksimal 1000 so'mdan hisoblayapti, 250 ming so'm. Yilina bo'ladi. Hisob. O hech narsa pul bo'lmay qoladi u. Mendingdan hisoblab o'tirsang, u 24 soat ishlagani hisoblanadi. To'qni shu darajada tejab beradi, to'g'rimi? Tejab beradi, yana rasxoti kam, past to'qda ishlab beradi. A+ kategoriya bo'lgandan keyin. Narxi 5,5 million so'mlik xolodilnik 3,5 million so'm qo'yib beramiz. Ne deysiz? 3,5 million so'mga qo'yib beramiz. 3,5 millionga Volnani berib berasizmi? Shundaylar berib beramiz. Hazil emas. Hazil emas, chin. Buni 6 million 6,5 sotib o'tiribdilar bozorda. Biz 3,5 dan qo'yamiz, yarimdan. 3,5 milliondan. 3,5 dan. Gapga javob. Gapga javob. Oling qani? Mujik, gap yo'q. 3,5 milliondan ketdinglar. Gazalar yana dastavkam ichida bo'ladi. Bu katta, bu kichkina, yomon o'ylama. Yo'q, buni yonida shuncha oddiyni qo'yibman-ku mana. Bu bo'lak, boshqa narsa bu. Bu 3,5 milliondan shu katta xolodilnikni beraman. Texnoluxga girasizlar, ishida turadi. Giraverishda chap qo'lingizda turadi. Shu xolodilnikni bir dazalar bo'ldi. Shunday yozib beramiz. Gap yo'q. Sultonboy videoni ko'rib keldim, like bosdim desalar hisob. Keyin yana bir endi asosiy to'y sezoni ham ostan boshlanyapti Ag'abek. Xalqimiz to'y etib turibdi, to'ylar bo'lsin. To'ylar bo'lsa hammaga zo'r. Albatta, hammani xonadonida to'y bo'lsin. To'y bo'lsin. Hammani topgan puli to'yga nasib etsin. Albatta. Shuning uchun yaxshi kunlar nasib etsin. To'yga asosiy kerak narsa kirmashin bo'lib turibdi hozir, avtomat kirmashinlarimiz. Avtomat kirmashinni prostoyni absolyutni olib tashladim hammasini. Hammasi brend eng yaxshilar. Hammasi brend eng yaxshi. Masalan, o'zing bilasan, Rolls kompaniyasi. Rolls juda ham zo'r. Zo'r kompaniya, suv, to'q, parashok saylamaydi, yana parovoz siklda yuvadi. Plus
bir narsa qo'shildi, al stirka programma qo'shildi bo'ladi, umni stirka deb aytiladi. Kiyim salsang, jinsi salsang, o'zi jinsiga qarab yuvadi. Yine. Bosib o'tirish shart emas. Shart emas. Sintetik soldimi, o'zi tap, ya'ni skaner etgandan ichini o'zi sintetikga moslab yuvadi. Shunday programma qo'shildi bo'ladi. Narxlar ham zo'r senada qo'ydim. Bilsang 4,5 million so'mdan qo'ydik. Boshidagi videolarimizda 4,5 milliondan 6 kilolik Rolls'larni qo'ydik. Avval 4,5 boradi, 4,800 boradi. Men buni xalqimiz uchun 3,5 million so'mga qo'yib berajakman. 3,5 million so'mga? 3,5 million so'mga qo'yib beraman. Bu DC inverter bu. DC inverter motor, 10 yil kafolati bor, Omni Stirka programmasi bor, aqlli programmasi. Hisob. Al endi A3+ kategoriya-ku, 3,5 million so'mga qo'yib berdim. Eng zo'r yurtdoshlar. Eng zo'ri. Endi yilini qaranglar. 151 kilovat rasxoti. Ko'psi o'yladi, podarki bermaydi endi bu o'zini beradi deb. Bunday emas. Yonda podarkisi bormi? Podarkisi ham bor, plyuslar. Sani kanal obunachilari shu Og'abekni ko'rib keldik desa bo'ldi, podarkisini ham beraman. Yanında podarkisini? Gayna ko'rsam podarkisini. Yurtdoshlar bunaqasi hali bo'lmagan. Podarkisini ko'rding meni? Şuradan ta yuqori patologa deyincha. Yanında podarkisi bilan. Podarkisi bilan 3,5 millionga keladi. Bir kir mashin sotib oladi. Yanında Og'abek kanalidan keldik desa bo'ldi, shu berib beramiz. Duxovka, pechka, plyusos, mont qozon, termopod, chopper, xushtak chaniki, tefali, limon chaniki, feni. Ey patologa deysiz-ku buni? Patologa deyishsa sal qoldi, bo'yim yetmadi, bo'lmasa deyza dedim. Hisob. Keyingi safar bo'lar. Dastavka metib beramiz. Dastavka bor. Damasa bileti bor. Damoz uchun biletini ham beramiz. Ustanovkisi bor ichida. Polni hammasi komplekt ichida bo'ladi. Uni addini, buni addini aytamiz, hammasi bir qo'shiladi. Plus shuncha bir xo'jalikka kerak hamma narsa bor Og'abek. Gap yo'q. Xudo toza xo'jalik, o'zi toza xo'jalikka to'y atadilar-ku. Toza xo'jalik ishlatsin hammasini. Bizlar Texnolyuxdan nasibasini qo'yib beramiz. Albatta hammasi shu Qurbon hayiti munosabati bilan bo'ladi. Zo'r aksiya. Texnolyuxda bo'ladi. Zo'rini qo'yib beraman dedim, shu aytganimda qo'yib beramiz. Endi bu yerda masalan 6 kilolik har xil modeli bor. Imerni 6 kilolik bor, Hisense 6 kilolik, Zifler 6 kilolik. Farqi yo'q. Shuni ham aytib o'tayin. Birisi masalan keladi, buni 3,5 aytdim, endi bu 4 million bo'ladi endi deb aytmayman. 3,5 milliondan tutgan 3,5 6 kilolik. 6 kilolikni tutgan 3,5 deysizmi? Tutgan 3,5 million so'mdan qo'yib beraman. Aksiya shunday bo'ladi o'zi. Sultonboya, men doğrusan umuman hayratdaman. Endi 6 kilolikni tutgani 3,5 milliondan deyapsiz, avtomatni. Avtomatni xalqimiz shuni ko'p aytib turibdi, keladi, 3 million so'mga qo'yildi, borib olaman desam, 3 millionlikka bo'lmaydi, garantiya yo'q deydidan 4 million, 4,5 millionlikni tavsiya etib turibdilar dedi. Bunday emas, 3,5 milliondan hammasini qo'yib beraman. Hammasini 10 yil garantiyasi bor. 3,5 mi? 3,5 million. Imer 6 kilolik A3+ knopочный varianti 3 xil parovoz siklda yuvadi. DC inverter. Suv parashok saylamaydi. 3,5 million. 3 plus yurtdoshlar, qaranglar siz uchun. Rolls'ni yana bir boshqa varianti bor. Bu eng zo'r varianti desek ham bo'ladi. Barabani almazli baraban bo'ladi. Diamond baraban bo'ladi yurtdoshlar, qaranglar. LG'larning barabani shunday bo'ladi bilsangiz. LG'niki bo'ladi shunday. Yine. Bom shu narxda ketdi. 3,5 million mu? 3,5 million. Bu aslında o'zi 5 million sotib o'tirdilar bozorda. Bu 3 plus yurtdoshlar. Qaranglar. Almazli baraban LG'nikindek bo'ladi. Suv qizdiradigan telam keramika bo'ladi. Gap yo'q. Emas. Suv saylamaydi. 10 yil motorina garantiyasi bor yurtdoshlar, yurtib turganlaringizni qaranglar. Umni stirka. Juda ham zo'r. 3,5 million bom ketdi. Ziflerning ham tureyskiy modeli keldi. Bular ham 4,5 million narxi, bu yerda bir narxlar ham yozilgan yeri bor edi. Yani 4 million 200 ming so'mda yozilgan Og'abek. Ko'rinsa bir ko'rsatib bersang. 4 million 200 yozilgan, 3,5 ketdi bular. 3,5 million ketdi. 3,5. Aytdim-ku, 6 kilo hammasini xalqimiz uchun 3,5. Buning ichida arzoni, qimmati hammasi ketar. Eng aytajakim dumyan prosto yo'q menda. Havo. Eng kami DC motor hammasi. Eng kami. Eng kami DC motor 10 yil kafolati bor. Eng zo'rlarini aytib qo'ysin. Eng zo'rlarini aytib qo'yamiz. Xalqimiz uchun. Xalqimiz shuna loyiq, xalqimizga shu original yaxshi narsalarni berish kerak. Men o'tiribman, endi 3 million 800, 3 million 900 sotib o'tiribdilar, lekin 5 podarki. 5 podarki sotib o'tiribdilar. Endi olish uchun kelgan odam qo'shimcha yonida qizini bir narsa qo'shib beru kerak. Haqiqiy aksiya shunday bo'ladi. Aksiya shunday bo'ladi. Narx ham tushishi kerak, podark ham bo'lishi kerak. Aksiya haqiqiysi qanday bo'ladi? Narxi umuman aloqasi yo'q bo'lsa, sen ani aksiyani shunda haqiqiy aksiya bo'ladi. Haqiqiy o'zi bo'ladi. Haqiqatan ham. Endi masalan 10 kilolik kir mashinlarimiz ham narxi 6,5-7 million sotilgan. 10 kiloliklar. Necha so'mga qo'yib beraman? 5,5 ga qo'yib beraman. 5,5 million? Eng zo'rini 5,5 ga qo'yib 10 kilolikni? 10 kilolikni. Al endi odamlar 8 kilolikni 5,5 olib yurtdilar. 8 kilo emas, 7 kilolikni olib yurtdilar. 7 kilolik narxini 4,5 ga qo'yib beraman. Uning ham 2 tur variantlari bor. Endi uni o'zini senalari, nalari bor. Bunda aksiya masalan boshqacha bo'ladi 6 kiloga nisbatan. Shuning uchun buni 4,5 ga qo'yib beraman.
DC motorini. Aman. Inverter emas motor sal pastroq varianti bor, 4 ta qo'yib beraman. 4 ta qo'yib berasiz. Gap yo'q. Agar Rolls masalan shu brend olaman desa 4,5 metr qo'yib beraman. Keyin, yani aytganimdek 10 kilolik desa 10 kilolik 5,5 qo'yib beramiz. 8 kiloliklari 4,5 dan sal farq etadi. 4 million 800, 4 million 700 atrofida bo'ladi 8 kilo olaman desa. Ulan şu 5 dan oraqqa ko'taramiz. 8 kiloliklar 5 dan past bo'ladi hammasi. 5 dan past bo'ladi. Gap yo'q. Keladi, ko'radi. Masalan, Hisense brendlarimiz bor, Rolls bor, Imer, Zifler farqi yo'q. Keyin sen bilan ertaroq bir chiqargan videomizda 12 kiloligi boradi. Yana keldi shu modelimiz. 12 Budim zo'ri bu. Biz o'zing reklam etgansan buni, bosgan vaqtda o'z knopkalari chiqadi, asli to'qa qo'shilmaydirdi, sensorli bo'ladi. Juda ham zo'r. Yanadi, juda ham zo'r bu yurtdoshda. Ko'rib turganlaringizdek. Shuni narxini o'tgan videolarda 6,5 qo'ygandik buni. Avval 6,5 qo'ygan bo'lsak 5,5 qo'yib beraman buni. 5,5 million 12 kilolik avtomat. 12 kilolikni 5,5 millionga qo'yib beraman seni podpischiklaring uchun. Yurtdoshda bu Rolls eng zo'ri bu yurtdoshda. Bu yerda tabloli umnistivka yurtdoshda ko'rib turganlaringizdek. Bosgan vaqti knopka o'zi avtomatik ochiladi. Inverter Ishlar motor katta bo'ladi. Ichini bir ko'rsatsak, rushnoy ochib ham, ichidan bir ko'rsat, yana kattaligini buni. Juda ham katta yurtdoshda. Svetlar ham yonib turadi ichida go'mguk bo'lib. Yurtdoshda 6 million 200 yine oxirgi senasi 6 million 200 sotgan ekanlar. Yozib qo'yibdilar. 5,5 million? 5,5 millionga qo'yib beraman. Yetdi. Ag'abektab kelsa bo'ldi 5,5, lekin mendan shuni kelsa 6,5 deb aytiladi o'zi senasi. Aman. Kanaldan ko'rib keldim men Ag'abekdan desa, like bosgan bo'lsa bo'ldi, 5,5 tushdi sena. Gap yo'q lekin. Alloh razı olsun. Zo'r, aksiyani zo'r yurtdoshlar. Podarkalarni ko'rsating ham. Podarkasini qaranglar, yanında shuncha podarkasi besplatniy bo'ladi. Bo'yim yetmaydi. Yetmedi. Ine. 5,5 milyon alasılar birden avtomat kirmaşinini 12 kilolikini yurtdoshlar. 5,5 milyona. Yanında duxovka pechka, pilisos, mont kazan, termopod, chopper, xushtak chayniki, tefali, limon chayniki, bir dana feni, damaz uchun bir dana biletidan beramiz. yozib beramiz. Dostavka uстановkan bo'ladi ichida polni. Yana bir narsani aytib o'ting. Bu endi ko'p ahvolda chiqmadik, shuning uchun bir boshqacha bo'lsin deb ishlab turibman. Gap yo'q. Aksiya deb bo'lsin. Aksiya deb bo'lsin. Nomi bilan bo'lmasin-da, amal bilan bo'lsin. Endi hozir televizorimiz ham har xil modellarimiz kelib turibdi. Bir chetdan buni ham donishtiraman. Televizorlarimizni boshda podarkasini aytib o'tdik, keyin senalarni o'tib ketaveramiz. Albatta. 32 keramik nabor. 32. Torix, o'zing bilasan buni. Chisi original bo'ladi, keramikali. Prostoy variant emas. Buni hozir Torix. arzon modellar ham ko'payib ketibdi, yani 300 ming, 400 minglik, bu 800 ming so'mlik haqiqiy o'zi. Keramikali original bo'ladi. Suv solgan vaqti, qaynar suv ne solgan vaqti sinmaydi bu narsa. Ko'p yerlarda sinib ketib turibdi ekan. Onu ham aytib o'tdilar. Shuni podarkasini qara, bir televizor, keramik nabori, chopperi, sistok chaniki, 3 keramik nabori qo'shiladi, bir dana fen qo'shiladi. O'sha hammasini bir televizor 43 lik bu. 43 lik. Ava, katta televizor emas, 43 lik, bir o'nlik televizorimizni qo'shib beramiz. Endi keramik nabori 3 bo'lak bo'ladi. Shuni Ag'abekning kanalidan ko'rib keldim desa, bu qo'shiladi. Agar aytmasa qo'shilmaydi. Matrushka nabor chisi sirchali bo'ladi. 3 dana. Shuni ham qo'shaman, lekin seni Ag'abek kanalidan ko'rib keldim desa qo'shaman. Abishni kelsa, shu Abishning podarkiga ketaveradi. Ava. Seni kanaldan ko'rib kelsa, keramik 800 ming so'mlik podarkasi bu ham ketdi. Ina bu ustundagi hammasini qo'shib beraman. Plus katta kranshtayndan birisi asish, devor asish uchun beriladi bu. Kranshtayndan keyin qo'shib berasiz, to'g'rimi yanda? Qo'shib beriladi. Narxini kelsak, narxi hozir endi ko'psi o'ylaydi 3,5 million aytiladi, 3 million 800 aytiladi podarkasi bilan deb, bunday emas. 2 million 500 ming so'm, 2 million 800 ming so'm narxi televizorlarning shu o'zgarmaydi senasi. Televizor ham Abishning prosto televizor emas. Ko'rsataylik Ag'abek. Голосовойli pult bo'ladi, Abishni pult bo'ladi. Yana chisi brend, qara, o'zi original bo'lsa pultidan Brando o'zini odi yoziladi. Pultidan ham yoziladi, Brando. Kitobdan ham yoziladi. Original televizor bo'lsa, o'zini ham yoziladi. Защита bor ekranda. 2 tuner bor. Polni javob beradi hamma narsaga. Android, Wi-Fi, Bluetooth, YouTube, hamma narsa ishlaydi. Gap yo'q. Bir dana televizor olasizlar, bahasi qimmat emas yurtdoshlar, ko'rib turganlaringizdek. 2 million 500 liklari bor, 2 million 800 liklari bor. Modellar qarab endi bulan bahasi har xil bo'ladi. Masalan, zashitasi yo'q variantlari bo'ladi. O'zing bilasan Ag'abek, 2 million so'mdan bulan narxi. Mana urgan vaqtda ekran o'ynaydilar. Avan. Bular 2 million so'mdan narxi. Mana urgan vaqtda o'ynamaydi ular bor, sal balandroq bo'ladi. O'zining puluna loyiq, sifatiga qarab. Baho ko'tarilmaydi. Shu sena o'zgarmaydi. 3,5 million emas, 2 million 800, 2 million 500 bo'ladi, podarkalari bilan plus. Gap yo'q lekin. Juda ham zo'r. Bu televizorlarimiz aksiyasi, televizor har xil Monix bor, Litovo bor, Toshibalarimiz ham bor, yaponskiy Toshiba televizorlarimiz bor. Eng baland shular 3 million so'm narxi.
Eng daniqli brend televizorda. Toshiba, Hisense modellarimiz bor, 3 million so'mdan qo'yib beraman shuni. Eng balandlari shu bo'lib turibdi. Hozir Samsung brenddan ham baland, yuqorida turadi. Bilsang Toshibalarni. Toshiba zo'r. Shular 3 million so'mdan qo'yib beraman. Endi katta televizorlarimizga kelsak, katta televizorlar u podarki berilmaydi. Katta televizorlarimizga nov beramiz. Endi o'zing ham bir narsa aytgan tavsiya Katta televizorlarmi? Endi yurtdoshlarimiz uchun shu to'yni sepana bir go'zak ko'rinadigan narsa qo'shib bering yanında. Nov beramiz, ayt. Men endi bu yerda aytib keldim-ku bir qatorni. Sho'raya o'zing ham bir narsa aytgan, sen ko'p yursan reklamada, xalqning xizmatida yursan, xalqimizga nov manfaatli. Bu televizordan bir narsa, o televizordan birsini qo'shib berib bilmaysiz. 43likdanmi? Avval. Qo'shamizmi? Qo'shib bering. 32lik ko'rsak bo'lmaydimi? Endi 43lik ko'p vaqt bo'ldi, video ishlamadik og'a. Bir o'g'li qo'shib bering, ishtirafnoy bo'lsin. Ishtirafnoymi? Bir dana katta televizor olsin, yanında 43lik bir o'g'lik bo'lgan televizor qo'shib bering. Qo'shamiz mayli. Qo'ldan keladi. Keladi. Gap yo'q. Oling. Toza. Xalqimiz uchun ishtirafnoy endi. Ishtirafnoy bo'lgandan keyin biroz vaqt bo'ldi chiqmadik axir videoga, shuni hisobini bir katta televizorga 1.43lik. Buni katta zonga qo'ysin, uni kuxnisina qo'ysin. Hisob. Bir dana televizor olasizlar yurtdoshlar, yanında bir dana 43lik bir o'g'lik razmerdagi televizor besplatniy bo'ladi. Ya to'ya tamanda o'tirgan, masalan, klientlarimiz bo'lsa, katta televizor olsin, kichkina qismini qo'shib beraversin. Og'a 43likdan smartfondan berasiz. Yo, smartfondan beraman. Yana zashitasi yo'qini beraman deb buni cho'lashtiramiz. Toz zashitasi bori, ya 3 millionlik original zo'rundan beraman. Podarkan ham kafolati bor. Podarkan ham kafolati bor. Polni 3 yil garantiyasi bungan bosamiz, bular ham zashitasi bor. Urgan vaqtda ekran o'ynamaydi. Avval qaysidir bir videolarda chayni ko'rib ko'rsatib beruverdinglar. Avval Bobur bilan. Bobur shep bilan. Sifating shunday. Sinmaydi. Sifati zo'r. Haqiqatan. Tak, bular inshurni buni ham reklama etib o'tib ketaver endi narsani aytib baholarini. Pol avtomatlarimizni har xil modellarimiz bor. Vesta modeli bor, Elita bor, Zinfer, Optima, Rossiyskiy, Turkiya, Volto, Rossiyaning modellarimiz bor. Eng kattasi 13 kilo Og'abek. Shu birinchi turgani 13 kilo bo'ladi. Bu как avtomatda ishlangan, ichi polni nержавейкali. Yer kransi, vodoprost saylamaydi. Yuvadi, quritadi, nasozi bor. Aristona bilasa bo'ladi, avtomatda yetib ishlatib bo'ladi. Mana narxi 2 million atib qo'yamiz, 2,5 million so'madi o'zi. 13 kilolikka. Mana 2 million atib qo'yamiz, eng pasti keladi 7,5 kilolikni 1 million 300 atib qo'yib beraman. 1 million 300? 1 million 300 ming so'm atib qo'yib beraman. Eng arzoni Optima, masalan, shular ochiq bo'ladi-da, bular zakрытый-ku. Ava. Bu ochiqroq, oddiyroq ishlangan bo'ladi, budjetniy-da. Arzonroq varianti. Budjetniy bo'ladi. 1 million 300 ming so'm qo'yib beramiz. Eng balandi 2 million so'm bo'ladi. Buni ham shundaylar o'zini beraman. Endi ko'p vaqt bo'ldi chiqmadik, shuning uchun. Pol avtomatlardan podarkasi. Pol avtomat endi asosiy ayollar oladi-ku buni, xo'jalik ayollar ishlatadi. Qizni sepinamozı pol avtomat. Xo'jalik ham olib ishlatib o'tiribdilar. Bu ayollar olgandan keyin ruchnoy blenderni qo'shib beraman. Ruchnoy blender. Buni o'zing bilasan, hamma narsada ishlatsa bo'ladi. Albatta. Ko'p foydasi bor. Keyin pushka. Katushkami deya? Ava, katushka. Katushka apparati, buni ham bilsanglar, zimli gilam bo'lsin, giyim bo'lsin, polni utiklarini oladi. Buni ham qo'shib beraman. Al endi svistok choyniki, tifoli, choynaki, fen, polni shu hammasi qarab 1, 2, 3, 4, 5, 6 dana narsani qo'shib beraman xalqimiz uchun. Damoz uchun biletini ham berasiz. Damoz uchun bilet 6 bo'lsa 7 bo'ladi, ustanovka bilan 8 bo'ladi, dostavkasi bilan. Gap yo'q. Endi pol avtomatlar ham endi aksiya ko'p qo'yilmaydi-da, men ko'p vaqt bo'ldi chiqmadik, shuning uchun qo'yib beraman. Pol avtomatlar ham qo'yib berdingiz. Pol avtomatlar ham qo'yib beraman, yana ozgina narsa emas, 6 dana sovg'asi bilan qo'yib beramiz. Gap yo'q lekin, juda ham zo'r. Farq yo'q, men gasillar 1 million 300 ikini olsin, yoki eng baland 2 millionlikni olsin, shu hammasi amal etadi shu sovg'asi. Yine yurtdoshlar, siz uchun ajoyib aksiya, menimcha foydalanib qolish kerak, opa-singillar. Bu yoqda gaz plitalar. Gaz plitalarimiz 6 ko'zli bor, 4 ko'zli bor, har xil modellarimiz bor. Bular narxi 2 million so'mdan boshlaydi. Eng balandinchi 6 million so'm. 6 ko'zli, 90lik bo'ladi. O'rtada ikkisi to'qli, grill, spichka hamma. Necha so'mlik bahosini? Full varianti 6 million so'm bo'ladi. 6 million so'm. Endi 6,5, 6 million 800 sotilgan, 6 million so'm atib beraman. Ustundagi nabor podarkisini, Og'abek. Yanında tekinmi? Tekin bo'ladi. Bu masalan 6 nabor-ku. 7-si choynik shuningdek tekin bo'ladi. Besplatniy bo'ladi. Besplatniy bo'ladi. Narxi pulni aloqasi bo'lmaydi. O'zi 6,5 sotilgan bo'lsa, 6 million so'mga tushirib beraman, yana shu podarkisi bilan. Gap yo'q. Agar gasalar masalan galishib ham qaytib beraman. Avon. Savdolashamiz. Agar iloji men imkoniyatim boricha arzonatib beraman xalqimiz uchun. Gasalar 2 millionlik olami, 2 million 300 lik olami farqi yo'q. Endi gaz plitalarimiz ham oddiyni o'zini loyiq
bir narsa qo'yib beramiz. Bu gazamizdan shuni qo'ydim men. Avan. Kukmara tapasi, Kukmara sivstok choynikini qo'ydim. Seni kanaling uchun отдельный yana qo'shimcha podark qo'yib beraman. 3 dona keramik nabor qo'yib beraman. 3 dona keramik nabor bo'lganida besplatniy bo'ladi. Besplatniy bo'ladi. Inan sanab kelaveradi. 1, 2, 3, 4, 5 dona podarki gaz piltaga beriladi. O'zi gaz piltaga miningdan ko'p narsa qo'shib bo'lmaydi Ag'abek. Sabab firmalar katta skidki bermaydi-ku bularda. Men shu 2 millionlik olsam, 2 million 100 olsam, shu hammasini qo'shib beraman. Xalqimiz uchun, bularning yonida dostavka bilan bilet ham bor. Bileti damoz uchun dostavkasi ham yanında tekin bo'ladi. Ha, bu narsalar ham prostoy narsa emas, чистый alyuminiy bo'ladi. Yine. Zanglamaydi, churimaydi, qirchilmaydi, чистый alyuminiy bo'ladi. Inob choynik ham toshu firmadan keramikali, inob bu narsa ham original narsa, bu sirchali, men o'zing bilasan. Avan, zo'r narsa. Zo'r narsa bu. Yine. Matushka nabor ham yanında tekin bo'ladi. Gap yo'q. Gaz endi har xil modeli bor deganda ketaveradi. Masalan, spichkali bor, spichkasiz grill, cho'yin, istalgan brend bor. Uyingda masalan polniy gaz ishlataman desa 100% gazlar ham bor. To'qima ishlatilmaydi, hamma yer gaz bo'ladi. Avan. Agar gaz to'q aralashib bo'lsin desa, bunday variantlarimiz ham bor. Gelsin, so'rasin, aytib tushuntirib beramiz. Elite yana bor ekan, Avantgard yana bor, Ideal, Vesta. Har xil brendimiz bor. Milliy mahsulotlarimiz bor. Endi nima qoldi? Duxovka pechlar ham mayna yurtdoshda. Bir de mikroto'lqinli pechlar ham eng asosiy bo'ladi. Dumi cho'zilgan ketdi, shu pilisosda to'xtatamizmi shu yerda? Albatta. Yine Sonra pilisos. Pilisoslar necha so'mdan boshlanadi? Pilisos 600 ming so'mdan boshlanadi. Xo'p. Eng balanti endi 2 milliongacha boradi. Men shuni hozir sal boshqacharoq aytajakman. 2 million deb o'tirmayman. 1,5 million so'mga qo'yaman takiz. Pilisosni. Pilisosni. Eng qimmatini. Eng qimmatini 600 dan boshlaydi. Masalan, Zifir kompaniyaniki 600 ming so'mdan boshlaydi, kichkinasi. Bu chisi brend bu, ya'ni prostoy Xitoy varianti emas. Haqiqiy brend narsa, garantiyasi bor. Turetskiy bo'ladi. Turetskiy bo'ladi. 600 ming so'mdan qo'yib beraman, maksimalni 1,5 million bo'ladi. Bunga bir zo'r aksiyada qo'yib berajakman xalqimiz uchun. Pilisoslarni hammasini hammasini qo'yib beraman. Qara. Bir pilisos oladi. Yonida duxovka qo'shib beraman. Xo'p. Endi pilisosni asosiy kimlar oladi? To'ychi xalqimiz, opa-singillarimiz oladi. To'ya podarkisini oladi. Bir pilisosini olsin, 600 ming bo'lami, masalan 800 ming bo'lami, 1,5 million bo'lami. Bir dona duxovka qo'shib beraman. Sushilka qo'shib beraman. Keyin katta stol qo'shib beraman, 3 stol. Hozir 3 podarka sanab tashladingizmi? 3 podarka. U 3 podarkani pilisosga aksiya qo'yib turibsiz. Gaz pilta emas. Yo, tushundim. 3 podarkani puli pilisosdan ko'tarilib ketadi, bilsang. Hisob lekin. Duxovkani o'zini boqasi pilisosdan qimmat turadi. 1 million so'm turadi. Al endi sushilka bilan stoli shundayla tekin do'kon nomidan podarka bo'ladi. Argi duxovkam shundayla ketadi. Hozir 600 ming so'mdan boshlanadi pilisos, eng qimmat yurtdoshda 1,5 milliongacha. 1,5 million so'mgacha bo'ladi. Gelsin, olsin. Yanında yana 3 podarkisi besplatniy. Podarkisi kerakmidi? Do'kon nomidan shunday podarki. Bo'ladimi, hisobmi? Bunaqasi bo'lmaydi. Haqiqatan ham. Duxovkani shu yerda ko'rib oladi, qaysi modeldan kerak bo'lsa, Vesta bo'lami, Ferre bo'lami, masalan, keyin Luxel kompaniyaniki bor, Turkiyaniki farq yo'q, saylab olasiz. Hech yerda bunday taklif bermaydi og'a. Yo'q, endi pilisosga baribir tilla qara, masalan, medara kichikroq narsalar bilan baribir tilla shunday o'xshash narsalar bilan. Lekin baholar masalan katta qara, duxovka bilan, yana sushilka katta, stol kattasi bilan bermaydilar. Men beraman. Texnoluxda beramiz biza. Hisob. Kelaverasizlar yurtdoshlar. Nerealniy aksiyalar, nerealniy takliflar. Pilisoslarımızdan zo'r modellari keldi. Masalan, Elgridlar o'zi boradi. Mega pilisoslarimiz keldi. Oborotin ko'rsa 3800 oborot. 3800 oborot mega. Garantiyasi ham 3 yil. Pilisoslar hammasida 1 yil bo'lsa, shu megalarda 3 yil garantiyasi bilan keldi. 3 yil kafolati bor. 3 yil kafolati, inshaalloh masalan 2 million bo'lsa, 1,5 million so'm qo'yib beraman, plus ham podarkalari bilan. Yonida duxovkasi, ütki stoli, gladin doskasi polniy ichida ketadi. Tekinga. Tekinga. Shu Ag'abek kanalidan keldim. To'y uchun naza bo'ldi, beraman, qo'shib. Hisob. Gap yo'q lekin bunga aksiyalar endi qo'limdan kelgancha imkoniyatim boricha ishlab berib turibman. Agar yangiliklar bo'lsa, yana davom etib boraveramiz. Xudo xolasa endi bu yerdan to'xtamaymiz, Ag'abek. Xalqimiz uchun xizmatdamiz. Polni haftada iloji bo'lsa, hafta bo'lmasa ham 2 haftadan bir chiqamiz. Xudo xolasa zo'r aksiyalar. Bu aksiyani ham chekin qo'yib bersak bo'ladi. 3 kun qo'ysak bo'larmi ekan? Shunda o'tirman og'a. Shu Qurbon hayitini eson-omon o'tirib boring og'a shu aksiyangiz bilan. Endi 3 kun qo'ysak ham normal bo'ladi-da, shuncha narsa bilan yetira olmay qolsak. 5 kun qo'yib beramiz og'a. 5 kunmi? Aksiyani 5 kun zo'r etib qo'yib beraman. To'g'ri, bunday aksiyalarni qo'yib berib turibsiz. Hattoki o'zi bilan
Doğru gap, ziyandan bər tursa. Minusuna ketib turibdi. Masalan, prisos olsa, o'sha minusuna ketadi. Albatta. U xalqimiz uchun endi u qiynalib o'tirmiz, biz rozimiz, shu beramiz xalqimiz uchun. Mana 5 kunlab o'tirmaylik Og'abek. Ko'p odam masalan hozir oylik araba nasi bor, masalan, shunga qarab planlashtiradi. 7 kun qo'yik. Bir hafta. Bir hafta. Bir hafta 3 aksiyamiz amal etadi. 7 kun qo'yik. 7 kundan keyin o'rtada bir pauza bo'lib oladi. Dash yana boshqacha aksiya chiqaramiz. 10-iyungacha 3 aksiyamiz 7 yurtdoshlar. 10-iyungacha. 10-iyungacha qo'yib beramiz. Al endi 10-iyundan masalan 4-5 kun pauza bo'lsa, 15-dan keyin yana bir chiroyli aksiya qo'yib beraman. Hisob, gap yo'q. Katta rahmat Sulton aka, xudo xolasa. Yangilik bo'lsa Texnolux-ga kelaveramiz, rahmat aytamiz. Boshlagan ishlaringiz xayrli bo'lsin siz ham. Va mana ham Texnolux xodimlarini ham xudo xolasa. Rahmat, sana meni xalq xizmatida yursan. Sana obunachilaring ham oddiy shu chiroyli aksiyalar qo'yib berdik, qo'ldan kelgancha. Xudo xolasa kelaversinlar, iloji boricha dastavka etib, narxlarni kelishtirib beraman chiroyli senada. Bu narsani ham tez orada o'ynayman. Xudo xolasa. Damas uchun biletini ham. Damas uchun bilet ham beraman. Damas uchun bilet ham beraman. Al endi buni pilisos olsin, ya pilisos aytmadik, ha, pilisos ham qo'shib beramiz. Shuncha podarkisidan tashqari bizdan xarid etsa bo'ldi. Xaridor kelib narsa oldimi, yozib ichine tashlaymiz. Sabab xaridorlar uchun bu. Bunaqasi bo'lmaydi yurtdoshlar. Haqiqatan ham neviya shunday bo'ladi yurtdoshlar. Imkoniyati bo'lsa, kelsinlar, agar dim kelib bilmaydigan bo'lsa, telefon atsinlar, telefon atib, skidni atib beramiz. Dastavka etib beramiz. Dastavka etib. Onlayn savdoni ham shunday ishlab beraman. Agar iloji bo'lmasa, masalan, Rossiyada bo'lishlari mumkin. Uyinda masalan xotin kishilar bo'lsa, kela olmaydi o'zlari. Telefon atsinlar, so'rashsinlar, men o'zim dastavka etib uyini olib borib beraman, keyin pulni to'layversinlar. Shunday xizmatlar ham bor. Shunday xizmatini ham ishlab beraman. Agar Rossiyada bo'lsa, Rossiyada pulni tashlab bersinlar, borgandan keyin uyini olib borib beraman, keyin pulni tashlab beraversinlar. Shunday variantlar ham ishlaymiz. Gap yo'q. Xudo xolasa yurtdoshlar iloji boricha ko'proq xalqimizga xizmatimiz deysa, men xursand bo'laman. Maqsad shu Texnolux-ni jahon miqyosida, O'zbekiston miqyosida tanitish. Xudo xolasa. Nasib etsa, xudo xolasa shu niyatimiz. Yurtdoshlar hammalaringizni kutib qolamiz Texnolux Mesh texnikalar do'konida. Siz ham katta rahmat Sultonboy, yangilik bo'lsa kelaveramiz. Qadrli yurtdoshlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtlaringizdan rozi bo'linglar.